Atigi 400 ming so'mlik eshigimiz shu turishi, sifatini tekshiramiz. Qani, Tashan aka, hayday mashinani nima bo'lsa bo'ldi. Sifat bo'lsa shunchalik bo'ladi, 400 minglik. Yuravering. Qani? Ha, hoji aka. Oh, молодец. Eng zo'ridan bo'ladi. Qaranglar. Operator ko'rsating, zo'ridan bo'ladi. Mana nima deyapti? Mana uni qaranglar, operator ko'rsating. 400 minglik eshigimizni sifat u tarafini ham ko'rsating. Namangan shahriga kelganmiz. Eshiklarda bog'ga yetib kelganmiz, zo'ridan bo'ladi. Operator kelavering endi. Mana shu turishi 300 ming so'm, shu turishi 450 ming so'm. Mana shu turishi 800 ming so'm. Promogasi bor, ruchkasi bor. Mana bu yerda oshiq-moshiqlari boridan bo'ladi. Krashinni MDF deganlarga 1 million 200 ming so'mdan tanlab oling, krashinni MDFlarimiz bo'ladi. Mana buni qaranglar, shu turishi 900 ming so'm. Operator kelavering. Qo'shqanot deganga qo'shqanot. Juda ham arzon narxda bugun biz bog'ga yetib kelganmiz. Tirikchilikka olaman deganlarga ham hali ham turibdi mashinamiz mana. Agar singanda sinib ketgan bo'lardi, pachag'i chiqib ketgan bo'lardi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, dom katesh quryap turgan, tirikchilikka olaman deganlarga 10 tadan ko'p olganga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida ekan qadrdonlar. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar.